Hech kimdan qolib ketmagan holatda biz bugun trend olyapmiz. Bugun Tosh va Nigora Samarqand. Men bu telefonni Faberli kompaniyasida yosh bolasi bor bo'lsa ham qiynalmay ishlayotgan bo'lajak direktorimga beraman. Shaxsiy oilasi va qo'shimcha ishi va uy ishlari bilan ham bemalol Faberli kompaniyasini olib boradigan qizga beraman. Men bu telefonni men bilan birga yonma ishlaydigan Osunimga beraman. Men bu telefonni qo'li gul tikuvchi va biznes lediga beraman. Men bu telefonni jamoamizning eng quvnoq va gapga chechan qiziga beraman. Men bu telefonni mana shu kompaniyada kirib kelishimga sababchi bo'lgan va ko'tarilishimga sababchi bo'lgan sevimli dugonamga beraman. Men bu telefonni Toshkentdan bo'lsalar ham, meni gruppam uchun, meni sevimli komandam uchun shergacha kelgan ustozimga beraman. Men bu telefonni o'zimni qadrdonim, opam, mehribon ustozim, direktorimga beraman. Faberlik super!